Hammaga assalomu alaykum. Ismim Jamshid Rustamov. Spasiba link orqali Instagramda o'z ijodimni olib boraman. Mobilorofman va 3 yildan beri smartfon orqali video va kontent olib boraman. Bu vaqt ichida ko'plab kompaniya mijozlar bilan ishlab keldim. 450 dan ortiq o'quvchi chiqazib, ularning xatolari ustida ishlab keldim. Bugun sizlar bilan hozirgi va endi boshlayotgan mobiloroflarning top 10 ta xatolar haqida gaplashamiz. Bitta tavsiyam, agar siz shu yo'nalishda rivojlanmoqchi bo'lsangiz, shu videoni oxirigacha ko'rishni maslahat beraman. Birinchi eng katta xatolardan biri bu mobilorofani kasb sifatida qabul qilmaslik. Ko'pchilik mobil syomkani jiddiy qabul qilishmaydi. Ya'ni go'yo bu uncha muhim emas va bo'sh bo'lgan vaqtimda syomka qilaman deb o'ylashadi. Lekin bu fikrni noto'g'ri deb hisoblayman. Chunki aynan hozirgi paytda ko'p bizneslar, ko'p magazinlar, ko'p bloger va influenserlar deyarli hammasi oldida mobilorof olishgan. Nima uchun deysizmi? Chunki mobilorofda eng asosiy birinchi o'ringa prioritetga qo'yilgan bu tezlik. Ya'ni kontent hozir olindi. Hozir olinib, uni bugunning o'zidayoq kerak bo'lsa 1 soat, 2 soatda montaj qilib chiqariladi. Va bu kontentni sovib qolmaslikka olib keladi. Ya'ni qanaqadir tadbir bo'ldi va tadbirni bugunning o'zidayoq Instagramga yoki YouTube va boshqa sotsial tarmoqlarga chiqarish uchun aynan mobilorof uni montaj qilib chiqarib bera oladi va bu hozirgi paytda prioritet turadi. Va bitta gapim bor, agar siz bu sohani jiddiy qabul qilmasangiz, boshqalar sizni ijodingizni va sizni ham jiddiy qabul qilishmaydi. Va bu xatoni aynan ikkinchi o'ringa qo'ydim. Ya'ni bu mijozlar bilan noto'g'ri gaplashish, ular bilan kelisha olmaslik. Ko'pchilikda skill bo'ladi. Ya'ni o'zi tasvirga olishni biladi, montaj qilishni biladi, to'liq o'zining biografiyasi bor degan taqdirda ham, lekin u odam kimdir oldiga borib yoki kimdir u odam oldiga kelsa, u mobilorof o'z xizmatini sota olmaydi. Ya'ni u o'ylaydiki, men o'zimda bilim bor, o'zim montaj qilishni bilaman, shuni o'zi yetarli. Bu soha sizga pul olib kelmasa, siz faqatgina bu sohaga butun umringizni sarflasangiz va u orqali monetizatsiya qila olmasangiz, meni fikrim bo'yicha bu sizga keyinchalik minusga ishlaydi. Va hamma vaqtingizni faqatgina syomka bilan montaj ketqizsangiz, undan katta manfaat nima? Shuning uchun meni kesimda ham shunaqa bo'lgan. 22-yil meni qo'limda telefon bo'lgan, smartfon 12 Pro Max bo'lgan va o'sha payt oldimga bir avtosalon kompaniyasidan nomidan chiqib menga aytishgan. Sizning videolaringiz bizga yoqdi va siz bilan ishlab ko'rmoqchimiz deyishgan. Lekin u payt men qanaqa qilib o'z videomni taqsimlash, qanaqa qilib o'z videomni baholashni bilmasdim va o'zimning xizmatimni ham sota olmaganman. Va ularga o'z xizmatimni to'g'ri sotishi o'rniga men nima deganman? Aka, men olib beraman, oxirida esa yoqqan bo'lsa pulni berasiz deya ular bilan kelishib ketganmiz. Lekin oxirida $30 pul olganman. Lekin shu $30 ham hali ham esimda bor. Va yakunida nima deyman? Mobilorof bu faqatgina kadr haqida emas. Bu odamga ishonch, muloqot va boshqalarga nisbatan o'z xizmatimizni to'g'ri sotish. Uchinchi katta xatolardan biri bu texnika orqali quvish. Ya'ni skillni oshirishning o'rniga mana bu kabi 15, 16 iPhone'ni olib olish. Sizga bitta narsa aytaman. Meni kontentlarim bor iPhone 7 da, iPhone 7 Plus, iPhone 11 Pro, 12 Pro larda juda ham ko'p kontent olganman. Va ushbu telefonlarda montajda qiynalganman xolos. Nimaga? Chunki telefonning o'zi kichkina va telefonning montaj ilovalari juda ham qotardi. Lekin bu katta muammo bo'lib qolish kerak emas siz uchun. Va sizda даже iPhone 11 Pro bo'lsa ham hozirgi paytda qancha turadi? $100-150 ga topsangiz bo'ladi buvsini. Shu telefon bo'lgan taqdirda ham siz mobilorofani bemalol boshlab, u orqali daromad topsangiz ham bo'ladi. Chunki u yerda 3 ta kamera bor. 0.5, 1 va 2x. U sizga har xil rakurs, ekspozitsiyani tanlashga yordam beradi. Va keyinchalik mana bu planlar bilan ham sizga ishlash ancha oson bo'ladi. O'zi ko'rib turishingiz mumkin. Bu yerda ular 6 ta va siz o'zingizni rivojlantiring. Gadjetdan emas. 4-xato bu kompozitsiya va yorug'likni bilmaslik. Ko'pchilik mobiloroflar ko'chada yoki qaysidir brendlarga syomka qo'yganda, nochnoy syomka, ya'ni kech paytgi syomka bo'lib qo'yganda, ular svet bilan ishlashni bilishmay qoladi. Ya'ni kechki syomka qilamizsa, voy deydi. Men svet bilan ishlashni bilmayman deydi. Bu sizni sifatingizni mobilorof sifatida juda ham tushirib yuborishi mumkin va sizni statusingizga ham ta'sir qilishi mumkin. Mobilorofani mukammal o'rganmoqchi bo'lsangiz, svetni ham unutmang. Chunki bu eng asosiy narsalardan biri. Va bilamizki, mobilorofda eng qimmat yo'nalishlardan biri bu ekspert bilan ishlash. Ya'ni odam oldiga borib, u odam haqida ma'lumot va sizlarga bitta narsa aytaman. Mobilorofda eng qimmat yo'nalishlardan biri bu ekspert kontent. Ekspert kontentda esa mana bu qo'yilgan chiroqlar juda ham muhim. Mana misol uchun va siz meni hozirda studiyada ko'rib turibsiz. Bu yerda juda ham ko'p svetlar qo'yilgan. Va sizlarga bitta narsani ko'rsatmoqchi edim. Mana shu svetsiz qandoq ko'ringan bo'lardi. Va mana hech qanday bir svetlasiz, hammasini o'chirib qo'ydi hozir. Siz faqatgina juda ham chiroyli kartina ko'ryapsiz.
Mana endi esa mana bu svetlar har xil softbox, mana bu tubus va shu kabi orqa fonga ham kontrabas svetlar qo'yilgan. Va svetning muhimligi mana shu bitta kadr bilan sizga yetkazib bera olaman degan umiddaman. Va shuni bilingki, kuchli mobilografiya bu kompozitsiya va yorug'likdan boshlanadi. 5-chi juda ham ko'zga tashlanadigan katta xatolardan biri bu juda ham ko'p lat va filtrlar ishlatib yuborish. Va yana bir katta xatolardan biri bu effektlarni qo'yib tashlash, zerno ko'p beraverish, ana 10-15 talab latlar ishlatish. Nimaga? Chunki odam aytadi, mana men 10 ta lat ishlatdim yoki 5 ta lat ishlatdim, men bu orqali professional bo'lib qolaman deydi. Bu unaqa emas. Filtrni, latni qachon ko'p ishlatish kerak? Qachonki u shu joyga tushadigan bo'lsa, ya'ni me'yoriga beriladi. Chunki sodda, aniq va odam ko'z bilan ko'ra oladigan kadr bo'lsa, bu juda ham ko'p effekt berib borilgan yoki juda ham nasishingiz ko'payib ketgan kadrlardan ancha yaxshidir. Ko'p mobilograflar va shaxsan men ham rejasi ishlashadi. Ya'ni men ham o'zim xatoyimni bekitib yoki sizlar ham faqat shu g'oya bilan, ideya bilan ishlaylik demayman. Chunki o'zimda ham shunaqa bo'ladi. Lekin sizda ideya bo'lsa, oldindan taxminiy kadrlar bo'lsa, eng zo'ri bu raskadrovka. Ya'ni har bitta kadrni bitta chizib olish yoki har bitta kadrni yozib olish. Sekundini bu kadr qayerda bo'ladi? Misol uchun moshina olayotgan bo'lsangiz, moshina necha sekund shu kadrda bo'ladi. Lokatsiyalarni aniqlab olish. Bu o'ta muhim narsalardan biri. Nimaga? Chunki siz tasvir paytida umuman qiynalmaysiz. Tasvir paytida qiyinchiligingiz nima bo'ladi? Faqatgina telefonning to'g'ri nastroykasi bo'ladi xolos. Lekin siz tavakkalga borib, davay zo'r video chiqadi, emotsiyada olib qo'ysangiz, shunday montajga o'tirasizda, voy, nima olib qo'ydim deysiz. Shuning uchun g'oya va ideya juda ham muhim narsalardan biri hisoblanadi. G'oya har doim birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Shuni eslab qoling. 7-chi xatolardan biri bu post обработка, ya'ni montajni yo'qqa chiqarish. Bo'ldi, endi video tasvirni qilib bo'ldingiz, uyga keldingiz yoki ofisga borib, shunday montaj ochib, montaj muhim emas deysiz, bu eng katta xatolardan biri. Chunki post обработка, ya'ni montajdan chiqqan kadrni siz boshqalarga o'ylashasiz. Siz qanchalik zo'r tasvir olmang, montajingiz xafa bo'lsa, sizni umumiy qilgan ijodingiz ham past o'rinda bo'ladi. Chunki montajga ham juda ham katta urg'u berish kerak. Misol uchun, va bu qanaqa vaziyatlarda kuzatiladi? Misol uchun men любой montajimda va men har qanday vaziyatda tasvir olayotganimda 100 tadan ko'p kadr olaman. Lekin bu degani meni Instagramda mana shu 100 ta kadr chiqadi degani emas. Eng muhimi bu montaj paytidagi siz videoni saralab olishingiz muhim bo'ladi. Nimaga? Chunki ikkita o'xshash kadr yomon qo'yib qo'ysangiz, u odamni zeriktirib qo'yishi mumkin. Yoki qanaqadir juda ham yorug' bo'lib ketgan kadr yoki slishkim qorong'i bo'lib ketgan kadrni qo'yib qo'ysangiz, sizning videoingiz atmosferasiga juda ham katta ta'sir qilishi mumkin. Va videolarni saralash ham juda ham muhim aspektlardan biri hisoblanadi. Post обработка, montaj va ranglar bu auditoriyaga nisbatan hurmat hisoblanadi. Va shuni bilingki, post обработка, video montaj bu auditoriyaga nisbatan hurmat hisoblanadi. 8-xatolardan biri bu o'zini targ'ib qilmaslik. Oddiy qilib aytganda, shaxsiy brendini yurg'izmaslik. To'g'ri, bu xato menda ham bor. Chunki storieslarga, postlarga o'zim ham ko'p chiqmayman. Nimaga? Chunki avvaldan meni fikrimda qanaqa edi? Odamlar faqatgina meni videoyimni ko'rib, meni qilgan ishlarimni ko'rib, menga hurmat olishadi yoki meni bilishadi, tanishadi degan fikrda bo'lardim. Lekin bu aslida noto'g'ri. Chunki faqatgina ijodingizni qo'yib borsangiz, odamlar sizni ijodingizga bog'lanib qolishi mumkin va ko'chada ko'rganda sizni tanimasligi ham mumkin. To'g'ri, bu kimgadir kerak emas, lekin keyinchalik siz kimdir bilan muloqot qilish uchun va o'zingizning chekingizni, o'zingizning xizmatingizni qimmatroq chekda sotish uchun siz o'z shaxsiy brendingizni va mana bu yuzingizni yurg'izishingiz kerak bo'ladi. Va maslahatim, storieslarni ko'proq olib borish. Postlarga ham o'zingizning fikringizni yozib boring. Shunda boshqalar sizning fikringizga qo'shilishi mumkin yoki unga nisbatan kerak bo'lsa negativ yozsin. Lekin bu ham ularning fikri. Lekin maslahatim negativ orqali ko'tarilmang, chunki bunga o'zim qarshiman. Siz nafaqat operatorsiz, siz ekspertsiz. Buni unutmang. Va 9-chi eng katta xatolardan biri bu o'zini boshqa mobilograflar bilan, kerak bo'lsa videograflar bilan solishtiradigan odamlar ham bor. Unda yaxshiroq, bunda zo'r chiqyapti, unda mijozlar ko'proq degan fikrlar sizni motivatsiyangizni yo'qotib qo'yishi mumkin. Ya'ni sizga demotivatsiya bo'lib ketib, siz 3 oy, 4 oy polniy hech qanaqa ijodsiz yurishingiz mumkin bu fikrlardan keyin. Bu выгорание deyiladi. Ya'ni kuyish.
Bu ko'p ijodkorlarda normal holat, lekin bu holat nimadan kelib chiqadi? Siz o'zingizni boshqalar bilan solishtirsangiz. Chunki har bitta odamni o'zining yo'li bo'ladi. Har bitta odamni o'zini fanatlari bo'ladi, o'zining auditoriyasi bo'ladi. Shuning uchun menga o'xshab ham boshqalar bilan o'zingizlarni solishtirmanglar. Chunki men ham solishtiradigan joyim bor. Lekin solishtirsangiz faqat yaxshi tomonlama solishtiring. Misol uchun qaysidir mobilrofda yoki videografda ko'rdingiz, bu video zo'r chiqdi. Unga hasad bilan yoki yomon fikr bilan qarasangiz, hech qachon o'ringa chiqa olmaysiz. Shuni biling. Va unga havas bilan, men ham shunaqa mijozlik orttiraman, men ham shunaqa video olaman deya fikrlasangiz, albatta shu fikringizga bir kun kelib erishasiz. Eslatma, siz boshqalardan yaxshiroq bo'lishingiz shart emas. Siz o'zingizni kechagi ahvolingizdan yaxshiroq bo'lsangiz bas. Va yakuniy xato fikrlardan biri bu mobilografiyaning kelajagi yo'q degan fikr. Mobilografiya bu vaqtincha, mobilografiyaning kelajagi yo'q degan fikrlar ko'p yuradi va ko'pchilik shu fikr haqida o'ylab o'zini ijodini qoldirib qo'yishadi. Sizga maslahatim, bu fikrni sal chekkaga olasizda, o'zingizni shaxsiy profilingizga, shaxsiy brendingizga, o'zingizni ijodingizni kuchaytirishga instrumentlar izlanasiz. Chunki bu fikrda yursangiz, uzoqqa bormaysiz deb o'ylayman. Meni shaxsiy fikrim. Va rostdan ham analiz qiladigan bo'lsangiz, hozir TikTok, Instagram va boshqa platformaga bitta kirib ko'ring. 90% video telefondan olingan. Sizning qo'lingizda bu videoni va yanada chuqurroq analiz qiladigan bo'lsangiz, hozir mana TikTokka kiring, Instagramga kiring. 90% odamlarning videolari telefondan olingan. Bizning vazifamiz nima? Shu telefondagi olingan kadrlarni ancha yaxshilash, sifatini oshirish va maksimal ravishda videografiyaga yaqinlashtirish. Va men hech qachon videografiyani, mobilografiyani yonma-yon solishtira olmayman. Chunki nega? Videografiyani o'zini yo'nalishi bor. Mobilografiyani esa o'zini. Chunki mobilografiyada birinchi o'rinda nima qo'yiladi? To'g'ri, tezlik. Videografiyada eng birinchi o'rinda bu sifat. Ya'ni odamni o'zi qadriyatiga qarab, o'zining prioritetiga qarab ikkalasidan bittasini tanlaydi. Va shuning uchun mobilografiyani kelajagi yo'q degan fikrni boshingizdan olib tashlang. Agar yuqoridagi xatolar bittasi bo'lsa ham o'zingizga ta'sir qilgan bo'lsa yoki hatto bittasini qo'ygan bo'lsangiz, bu degani sizda o'sish bor. Ya'ni sizda o'sishga imkoniyat ham bor. Va o'zingizga o'zingiz savol berib ko'ring. Sizni nima orqaga tortyapti? Va o'zingizga bitta savol bering. Sizni orqaga nima tortyapti? Shu xatolarni yanada qaytarasizmi? Va o'zingizga bitta savol bering. Sizni orqaga nima tortyapti? Hozir aytgan xatolarimni siz qaytarmoqchimisiz yoki boshqa darajaga chiqmoqchimisiz? Video yoqqan bo'lsa, saqlab qo'ying va qayta ko'rishni maslahat beraman. Chunki har bitta xatoni ustida biz ishlashimiz kerak bo'ladi. Sizlar bilan Jamshid bo'ldi. Spasiba Instagramda va kanalda ko'rishguncha. Rahmat aka.